Real Madrid muxlislari bu o'yinchini chin dildan yaxshi ko'radi. Federico Valverde 2017-yildan boshlab Real Madridning asosiy o'yinchisiga aylangan bu futbolchining laqabi Lochin'dir. Nimaga bilasizmi? U faqat yarim himoyada emas, joyi kelsa himoyaga ham o'tib o'ynashi mumkin. Qanotda Carvajalni o'rnini yopganini juda ham ko'p ko'rgansiz. Ha, bu o'sha Federico Valverde hisoblanadi. Valverde shunaqa gap aytgan: "Men jamoa sardori bo'lsam bo'ldi, Real Madrid uchun jonimni beraman." Ha, u jamoa sardorligiga ham erishdi. Real Madrid undan tashqari 21-yilda Urugvayda ham yil futbolchisi bo'ldi. U juda ham mehnatkash. Lochin albatta o'z o'ljasini ushladimi hech qachon qo'ya olmaydi. Zarbalari ham xuddi shunaqa. Uni zarbalarini ko'rib shunchaki shokka tushishingiz mumkin, yoki u zarbaga tayyorlansa, siz aniq o'sha vaqtda qo'rqasiz. Real Madrid muxlislari u o'yinchi haqida o'z fikrlarini bildirish kerak va obunani bosish kerak deb o'ylayman.